Davom qilamiz. Oldingi darsda web AutoCAD.com'da o'qlarni chizgandik. Endi shu o'qlar asosida quyidagi namunadagi uyning devorlarini chizishni o'rganamiz. Loyihada o'qlar qatlami yaratilgan ishni devorlar qatlamini yaratishdan boshlaymiz. Devorlar qatlami. Endi uning xususiyatlarini to'g'rilaymiz. Rangni ko'rsatamiz va chiziq turi. Devorlarga xos xususiyatlarini belgilab, endi bevosita chizishni boshlaymiz. Kesmani o'qning ustidan joylashtiramiz. Burchakka e'tibor bering, 90 gradus bo'yicha tushishi kerak. Shu kichik bo'lagi yetarli bizga. Endi uni podobiya bilan devor qalinligi bo'yicha ikki tarafga tashlaymiz. Namunada misol uchun o'rtacha devorning qalinligi 40 cm. Shuning uchun uni ikki tarafga 20 cm dan, ya'ni 200 mm dan ko'chiramiz. Bir tarafga, ikkinchi tarafga. Endi eskani bosib chiqib ketamiz. Oxirgi holatdan o'rta chiziqni belgilab, uni o'chirib tashlaymiz delete bilan. Endi namunalarni nusxasini olib belgiladik, belgilashni ko'rdik. Endi kopировать bilan o'qlar ustiga tashab chiqamiz. Shu yerga, bu yerga, bu yerga, vertikal o'qlarda joylashadigan devor namunalarini tashladik. Endi xuddi shu ishni gorizontal o'q ustida bajaramiz. Gradusga e'tibor bering, 0 gradus bo'yicha yurish kerak tekis tushish uchun. Endi yana xuddi podobiya bilan shuni ikki tarafga 200 mm dan nusxasini tashlaymiz. Mana eskani bosib chiziqni o'chiramiz. Yana belgilab olib kopировать instrumenti bilan uni kerakli joylariga nusxasini tashab chiqamiz. Nusxasini olganda chap tugma bilan bir klik qilsak kerakli joyga tashlaydi. Bu yerga, bu yerga, bu yerga. Devor namunalari tayyor bo'ldi.